Internetdagi qimor o'yinlariga berilib ketib, o'zimni hamma pulimni yutqizib qo'ydim. Onlayn qimorni yutqazib qo'ydim. Endi pullarni qanaqa to'layman? Bir g'oya keldi. Tanishlarimning nomiga kredit olib, hamma qarzlarimdan qutulaman. Ma'lum bo'lishicha, voqea Farg'ona viloyatida yuz bergan. Aniqlik kiritilishicha, bir joyda ishlovchi fuqaro o'z tanishlarini tuzog'iga ilintiradi. Bu bolamni birga ishlaymiz. Menga telefon olib berishni aytib, rasmga oldi. Keyin menga bildirmasdan meni nomimga kredit olibdi. Bu haqda menga qarzdorlik haqida xabarnoma kelgandan keyin bildim. Keyin bu bo'yicha ichki ishlarga murojaat qildim. Ma'lum bo'lishicha, gumonlanuvchi onlayn tarzda kredit oladi va bunda tanishlarning yuzidan foydalanadi, ya'ni ularni rasmga oladi. Ushbu holat darhol ichki ishlar xodimlari tomonidan nazoratga olinadi. O'zbekiston tumani ichki ishlar bo'limiga bir nechta fuqarolardan nomlariga kreditlar rasmiylashtirilganligi to'g'risida xabar kelib tushdi. Ushbu xabarlarga asosan surishtiruv ishlari olib borilib, ushbu shaxs aniqlandi va gumonlanuvchi qo'lga olindi. O'z tanishlari nomiga kredit olib, ularni 75 million so'mga chuv tushirgan fuqaro qilgan ishidan pushaymonligini aytdi. Internetdagi qimor o'yinlariga berilib ketib, o'zimni hamma pulimni yutqizib qo'ydim. Va keyin o'zim bilan ishlaydigan sheriklariga 4 kishining nomiga ularga bildirmasdan kredit oldim. O'zim pullarni chiqarib olaman degandim. Bu pullarni ham yutqizib qo'ydim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B, G bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, protsessual tartibda ushlangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bugun ming afsuski, aholi orasida firibgarlikning turli ko'rinishlari avj olmoqda. Hurmatli fuqarolar, hozirgi gapimni diqqat bilan eshiting. Agarda biror tanishingiz yolg'iz o'zingizni telefoniga rasmga olmoqchi bo'lsa, bunga aslo ruxsat bermang. Aks holda siz ham firibgarlar tuzog'iga tushib qolishingiz, umr bo'yi kredit to'lab o'tishingiz mumkin. Hozir tanishlarga ham ishonch qolmadi.